Hammaga salom. Bugun bahor gullariga Yevropadan yetib kelgan 200 ta palma haveya gullarimizni mini obzorini qilib o'tamiz. Palma haveya o'zi tropik gul bo'lib, uni barcha joylarga qo'yish mumkin. Ya'ni ofislar uchun, xonadon uchun va undan tashqari barcha binolarga to'g'ri keladi. Palma haveyani ingichka barglari ko'p mijozlarni o'ziga jalb qilgan. Palma haveyani asosan yorug'ligi yaxshi tushadigan joyga qo'yishingiz tavsiya etiladi. Bundan tashqari ofis yoki xonadon uchun qo'ymoqchi bo'lsangiz, alohida shu joyga e'tibor berishingiz kerak. Chunki palma haveya yorug'likdan energiya oladi va o'sish jarayonini tezlashtiradi. Bundan tashqari yorug' joyga qo'yganingizdan keyin ora-orada ustidan suv purkab turishingiz yodingizdan chiqmasin. Palma haveyani qo'ygan bo'lsangiz, ofis va xonadoningizda yashil dizayn, tropik dizaynga ega bo'lgan muhitni yaratadi va sizni xursand qiladi. Palma haveya parvarishi juda sodda. Agar siz uni sotib olgan bo'lsangiz yoki sotib olmoqchi bo'lsangiz, bemalol sotib olishingiz tavsiya etiladi. Chunki uni parvarishini qilishda umuman qiynalmaysiz. Ya'ni o'rtacha komnatli harorat, bundan tashqari yorug'ligi tikka bo'lmagan joyga qo'yishingiz sizga juda ma'qul keladi. Ko'p mijozlarimiz uchun yana bitta eslatma. Ko'p mijozlarimiz o'ylashadi, palma guli yorug'likni yaxshi ko'radi yoki tikka quyoshga qo'yishim kerak deb o'ylashadi, lekin aynan shu joyda katta xatoga yo'l qo'yishadi. To'g'ri, palma guli juda ham yorug'likni yaxshi ko'radi, lekin tikka quyoshdan saqlanishi o'zingizlar uchun bilib olishinglarni xohlardik. Chunki tikka quyoshda palma gulining barglari zanglash yoki kuyish oqibatida ko'p mijozlarimizda bu muammo katta ahamiyatini o'rnini egallayapti. Shuning uchun sizlar qo'ymoqchi bo'lgan joyinglar albatta tabiiy yorug'lik bo'lishi kerak, lekin tikka quyoshdan doim saqlab turishinglarni tavsiya berib qolamiz. Bundan tashqari suv quyish sistemasini namligini tekshirgan holatda haftasiga 2 martagacha quyishinglar tavsiya etiladi va haftasiga cherezen oralatib ustidan doim suv purkab turishinglarni tavsiya etib qolamiz. Palma haveya juda tez o'sadi va o'rtacha balandlikka ega bo'ladi. Agar siz palma haveyani sotib olgan bo'lsangiz, unga agar o'rtacha namlik va xona haroratlarini to'g'ri bajarayotgan bo'lsangiz, sizda ajoyib tarzda o'sib boryapti va barglari ham shunga yarasha ziloniy bo'lib yashnab turadigan bo'ladi. Shuning uchun albatta palma haveyani sotib olganingizdan keyin xona harorati va unga yetarli bo'lgan ozuqalarni berishingiz tavsiya etiladi. Agar siz ham ofisingizda va xonadoningizda shunday go'zal palma o'stirishni xohlasangiz, albatta bahor gullariga tashrif buyuring. Agarda ushbu video sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va shu video haqida kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring.